Shifon sharf o'zi kim o'ylab topgan? Ichlarim polni ko'rinib ketadi. Qanaqa qilib shunaqa sharf o'rashadi? Men umuman bilmayman. Degan qizlar, videoni oxirigacha ko'ringlar. O'rashni o'rganib olasizlar. Qizlarda ko'raman, eng katta qiladigan xatoligi bu orqaga boylanadigan shapka kiyib olishlikka ishoninglar. Shunaqa xunuk turadi. Bo'ylaringlar, quloqlaringlar, sochlaringlar polni ko'rinib qoladi. Uni o'rniga mana shunaqa bo'ynili shapka kiyib olsanglar, orqasini bitta bulovkada qoldirasizlar. Eng asosiy momentalniy qismi ham shifonoviy sharfi o'zida qizlar. Shifonoviy sharfinglar qanchalik mягкий va sifatli bo'lsa, shifonoviy sharfinglar boshida shunchalik yoyilib, chiroyli turib beradi. Shifonoviy sharflarim bor, lekin bir xillari juda ham dag'al bo'lib, forma chiqarishga qiynalardim. Va bu shifonoviy sharfni men Haya brendidan xarid qildim. Ishonsanglar, sifati mana o'sha videodan ko'rinib turibdi. Shapkalari o'zi bilan, shapkalarini ko'rib turganinglarda chet el blogerlarda juda ham ko'p ko'rsanglar bo'ladi. Aynan shu stilda o'rashadi, shu shifonoviy sharfda. Shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bir marta bo'lsa ham olib o'rab ko'rsanglar, sizlarga ham yoqadi degan umiddaman. Orqalari ham ko'rib turganinglarda o'zi shunda tayyor bo'ladi. Oldini shunda to'g'irlab turib, bizani qiladigan ishimiz bittagina, faqat ikkita uchdan olib, o'rtaga buloqqa qoldirib olish bo'ldi, boshqa ishi yo'q. Kalta tomonni orqaga tashlaymiz va Pinterestdagi qizlarni ro'mol usulidan qilishni xohlasanglar, aynan shunday uzun tomonni orqaga tashlasanglar, shunaqa usul bo'ladi. Ikkinchi usulni bo'lsa, boshimizdan aylantirib olib kelamiz va bo'ynimizni oldiga shundoq qistirib qo'yamiz. Ko'rib turganinglardek juda ham chiroyli va nejniy usul bo'ladi. Qo'yninglar bilan, klassik usullar bilan bemalol xuddi shu usulda o'rab ketaverasiz. Sizlarga birinchi stil yoqdimi yoki ikkinchimi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Menga obuna bo'lishim esingizdan chiqib qolmasin.